Hammaga assalomu alaykum, hurmatli futbol muxlislari, hammanglarga yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Avvalambor kanalimga xush kelibsizlar deb qolaman. Videoni ko'rishdan oldin kanalga bitta podpiska bosib qo'ying, videoga bitta like bosib qo'ying va kommentariyaga video haqida o'z fikringizni yozib qoldiring. Bu men uchun juda muhim. Xullas, mana bugun uzoq kutilgan update, ya'ni yangilanish bo'lib o'tdi. 5.4 versiya keldi futbolga. Hamma kutgan, butun pashta futbol muxlislari kutgan desa ham anaqaman, mubolag'a bo'lmaydi. Master Liga keldi, lekin biz o'ylagandek Master Liga emas bu. Ya'ni butunligi qolmasa kerak, mana tugashi 6 kun, keyingi texta yana tugab, yana qo'yilsa kerak menimcha mana. Master Liga deb ham xuddi manaqa o'xshagan. Men buni boshqa kutdim, lekin bu xuddi o'zimizni menimcha turgan May Ligaga o'xshar ekan. Mana shu May Ligani pashta boshqaroq varianti. Ya'ni pashta bir xil desa ham bo'ladi. Nomida farq bor. Bu Master Liga bir xil. May Ligani ikkinchi kopiya va uzun market variantisi ham bo'ladi. Albatta unda jamoat tanlaysizlar mana. Hamda 0 dan boshlaysizlar mana. Menda Kylian Mbappe bor, uni sotib olganman men Kylian Mbappeni bu yoqda. Mana team management, mana Dream Team degani bu. Mana shu o'zingiz o'yinchingizni, masalan, o'zingiz o'yinchingizni shunday holatida, shu turish holatida, mana tepada pulingiz bo'ladi. 1 million pulim bor xonim, 1 million 128 ming pulim bor. Bu yerda ham men xohlagan o'yinchim olsam bo'ladi hozir. 800 ming eng qimmat 8 ming ekan, Kellini o'yinchi ekan eng qimmati. Eng arzoni, mana o'zi Epic'lardan eng arzoni 376 ming Robertson ekan. Ili bu yoqda eng qimmati Kellini ekan. Ili Dream Team Manager. Bu yoqda siz o'zingizda bo'lgan qancha menejer bo'lsa shu turadi. Buni ham albatta pulga olsangiz bo'ladi o'zingizning jamoangizga, hozirgi mana shu jamoangizga. Ili oddiy standart player, men bu yerda Mbappeni olganman. Ili Holland bor, Vinicius, Rafinha, mana Bellingham, Vitinha, Yamal, Harry Kane xullas bor. Ili mana bu yerda standart menejer, bu oddiy menejerlar, ya'ni postersiz просто menejerlar bular. Bularni ham olsangiz bo'ladi kimga olmoqchi bo'lsa agar. Bu yoq nima? Relays. Bu yoqda masalan intervyular mana masalan. Tursa uchun men ham tushunmadim ekan. Shunda buni bossak shunda bu anaqa bo'lsa kerak bu. Jamoani tushunmadim men ham. Ha, o'yinchingizni anaqa sotib olish bo'lsa kerak menimcha bu. Masalan, 170 mingga sotsangiz bo'ladimi yoki boshqachamikan? Men hozir to'liq tushunmadim-da buni. O'zi ko'pchilik hali tushunmadi buni. Master Liga hali qanaqa holatda bo'lishini. Bu epizod. Shu epizodlarni sizlarga yozib chiqaradi. Masalan, qaysi masalan hozir matchda 4 ta bo'lgan bo'lsa, hammasi yozib chiqqan mana nimalar qilishing kerakligini, shu o'yin nima xato bo'lgan bo'lsa, sizga yozib beradi. Oddiy May Ligaga o'xshagan. Ili mana bu uni sovg'alari 1600 ochko to'plasangiz yoki yig'sangiz mana Castelloni beradi. Ili oxirida emas mana 4000 ga yetganida 50 kun berar ekan. Hozircha Master Liga shu, ma'lumotim hozircha shu. Agar boshqa variantlar bo'lsa, men tushunishim bo'yicha shu Master Liga. Biz boshqacha o'yladik, mana bu yerda mana ends in 6 kunni 13 soat turar ekan. Demak, keyingi pachamni yangilanar ekan demak. Menimcha bu prosta test sifatida qo'yilgan, ya'ni Master Liga. Hali yana kuchaytirilsa kerak. Bu yerda divizionda bor. Xullas shu biz Master Liga kutgan Master Liga shu ekan demak. Mayli, bugungi yangiliklarimiz yana boshqa yangiliklar bor. Bizga 1 milliard yuklab olgan bo'lgani uchun bizga Konami sovg'a bergan. Mana hozir men pakdan. Bu Potifi yo bu emas. Men pakdan bizga Gizeldagi pakdan bizga mana shu o'yinchilardan bemalol olsangiz bo'ladi. Mana bu yerda Gerrard, Totti, Gaucho, Cafu, Berbatov, Edmilson, Angelo Peruzzi shular bor. Epic'lardan. Mana bu yoqda masalan bizga hozir menda birinchi kirganingizda 8 ta men ochdim. Hech kim tushmadi 8 tadan. Endi hozir bu 6 ta free bor. Buni ochaman. Agar tushmasa, demak, shunisi qilmaydi. No, bittasini bizga kafolatlandi bu. Mana shu Epic'dan baribir bittasini bizga kafolatlandi. Kimdir tushadi bizga. Kafolatlangan aniq. Kimdir mana shu pakdan kimdir olasiz. Bu 100% kafolatlangan. Futbolda o'zining rasmiy kanali bizga xabar berib o'tdi. Qo'rqmanglar, bizda kimdir bittasi tushadi sizlarga. Yo Ronaldinho yoki boshqa Gerrard yoki boshqa Tottilar tushadi, lekin xavotir olmanglar. Kimdir o'shaysizlar. Ili bizda bugun Azar big time kelgan. Mana
Azari Big Time kartasi bu ham 109 bo'ladi deb eshitdim men buni ko'chirsa hozir. Zlatan 108mi? 100 bu ham 110 109 bo'lib qoladi. Yo'q shu 107 106 bo'ladigan o'yinchilar. Lampard, Guardiola, Pepe, Sneijder, Stoichkov. Bu yerda highlights kartalar. Yomon emas, zo'r karta. Hammasi shuki. Bu yerda mana Andres Iniesta bilan Fernando Torres qo'yib qo'ygan, lekin buni yoshi hozir necha yosh ekan bu? 34 yosh varianti chiqibdi shu pak. Ya'ni shu o'yinchi 34 yosh holatida chiqibdi shu karta. Bu ham 34 yosh. Qarigan varianti. Menimcha bu hech kimga kerak emas. Agar Barsa muxlislari bo'lsa, Barsaga Atletiko muxlislari bo'lsa, ochsanglar bo'ladi bemalol. Bitta bunga ham bitta free beradi. Mana ochilib turibdi. Bunga ham bitta free beradi. Bu ham Braziliyaning o'yinchilari. Bu bizga qiziq emas. Hozir biz Potifga free olganmiz mana. Bitta free ochamiz, 200 ko'ngilsa ani pakka ochamiz. Ya'ni Azar pakka ochamiz, 200 ko'ngilsa qolganini bu yoqqa ochamiz mana. Bu yoqda menga kim kerak? Bitta ochamiz chunki albatta menga Erling Braut Haaland kerak. Agar tushib qolsa bunday emas, lekin bu Fox in the box. Bu namchi yaxshi karta. 90 finishing, 90 speed, 90 kicking power, 90 physical contact. Yomon karta emas, lekin Dembele, menda Dembelening kartasi bor, 100 kartasi bor. Menimcha bu ham 100 bo'lib qoladi. 100 yoki 101 bo'ladi. Gol poacher stilida chiqqan, 90 dribbling, 91 acceleration, speed 88. Yaxshi karta, chiroyli zo'r karta. Ilich Chalhanoglu, Hakan Chalhanoglu archestr bo'lib chiqqan. Paslari bor, unaqa 90 dan baland emas, lekin qo'ysa 90 dan oshadi lekin. Agar qo'ysa lofted paslari yaxshi mana. Kuruli bor, agressiya bor. Kicking power 93 albatta golni ko'rgan bo'lsangiz shunaqa mixlab qo'ydi endi. Unaqa chiqmasa ham bo'lmasdi endi kicking power. Stamina normal 90. Xullas uchasidan bittasi kerak menga. Dembele просто tushib qolsa yomon deyodimman. Chalhanoglu, Dembele, Haaland yoki Rashford. Ketdi. Rashfordni ko'rmadik-a? Marcus Rashford mana. Bu ham menimcha 100 bo'lib qoladi. Profil winger bor mana. 90 dribbling 86, finishing 82, pas ekan lekin finishingi. 90 speed albatta 90 bo'lmasa bilmadim. Endi kicking power 91. Ball carrying yaxshi, booster bor buni ham. Ili Vidat Muriki'ni booster bor ekan, Hollandda bor ekan, Rashfordda bor ekan, va Chalhanogluda bor ekan. Dembele'da yo'q ekan lekin. Mayli, nima deymiz? Ketdi xullas. Bundan bitta ochamiz. Kim tushdi? Ketdi mana. Bismillah. Holland, Chalhanoglu, Rashford, Dembele. Bitta tutsa ham rozimiz. Kim? Bizda kim? Vidat Muriki. Yo'q, Dembele. Usmon Dembele. Men Muriki deb o'yladim boshida. Usmon Dembele. Bu ham yomon gol urib qo'ydi lekin Fransiya ligasida Bezastanovga mixlab qo'ydi-yu. Golni ko'rgan bo'lsangiz, ko'rib olish joyi lekin ko'rmaganlar bo'lsa. Mayli, bunda Dembele tushdi, bu yo'q demaymiz. Ili hamda 100 ko'ngil ko'chamiz hozir bu yoqda. 200 ko'ngilimiz bor, shuni ochamiz endi. Mayli, chiqmagan joydan umid. Balki omadimiz kelib tushib qolar, nima deydilar do'stlar? Omadga bog'liq bu. Shunaqa usul emas. Omadga bog'liq. Men usul qilsam o'xshab qolishi mumkin, lekin baribir ko'proq omadga bog'liq. 1 2 3 xilol ketdi mana. Bismillah. Mayli, tutsa tushmasa endi 200 ko'ngil tushish qiyin вообще. Mayli endi. O'sha usitdim omadga bog'liq. Просто bos qo'ysang ham tushib qolishi mumkin, tushmasligi ham mumkin. Bu juda ham qiyin 100 ko'ngilga tushish. Aytdim-ku. Koke tushdi. Mayli, Koke ham yodmaymiz. Yaxshi o'yinchi. Eli bizning oxirgi pakimiz ochish kerak bo'lgan pak. Bu yoqda mana 6 ta freemiz bor hozir. Men buni bitta ochsa по-любому tushishi juda ham qiyin. Bu ham kiziltali pak, lekin 6 tani bitta ochaversa tushib qolish ehtimoli bor do'stlar. Nima dedinglar? Ko'ramiz, qani tushib qolarmi? Ketdi mana. Bismillah. Hozir biz 5 ta ochdik. Bizlar 5 ta hech kim tushmadi. Bitta ochaveramiz. Yo'q, demak 5 ta freemiz bor ekan demaymiz ana. Ha, demak 6 ta emas ekan, 5 ta ekan demak shunda. Ha. Baribir hech kim tushmadi, ko'rdinglar mana. 5 ta ochgan taqdirimizda ham.
Mayli, bugunchalik omadimiz kelmagan ekan. Hozircha shu videomiz shu joyda yakunlanadi. Sizlarga kattakon rahmat. Videoni oxirigacha ko'rganlarga hammaga kattakon rahmat. Videoga like bosib, kommentariy yozishdan esdan chiqmasin. O'z fikringizni yozib qo'yinglar kommentariyaga. Video haqida menga juda ham qiziq, juda ham muhim, o'zimga motivatsiya bo'ladi. Like bosinglar, podpiska bosib qo'yinglar kanalga tezroq 50 ta bo'lsak, biz stream qilamiz. Xudo xolasa YouTube'da streamda divizion o'ynab turamiz. Xudo xolasa divizionimizdagi sizlar bilan podpischiklar bilan birga bir o'ynaymiz. Xudo xolasa. Shuning uchun nima qilish kerak? Tez podpiska bosish kerak do'stlar. Xullas hammaga kattakon rahmat. Sog', salomat bo'linglar.